Madina xola chamasi 10 daqiqalarda manziliga yetib bordi. Husanning uyi eski darvozasi temirdan, lekin zanglab ketgan. Folbin eshikni qoqdi. Ichkaridan esa "Kim u? Hozir 1 daqiqa" degan ovoz keldi va Husan chiqdi. U erkakni bo'ylari baland, yoshi taxminan 45lar atrofida, ovozi yo'g'on, qamoqda kaltak kiyaverib yuzida shakl qolmagan inson edi. Folbin ayolni biz tomonlarga qaysi shamol uchirdi, dedi. Folbin, balki ichkariga kiramiz, bafurja gaplashib olardik. Kulimsirab shunday dedi. Husan uyga taklif qildi. Folbin esa kirdi va so'z boshladi. Husan, gapni qisqasi, menga yordaming kerak. Husan esa, yo'q, bo'ldi. Kerakmas, men o'zi yaqinda chiqdim qamoqdan. Endi men u yo'lga va boshqa bunaqa ishlarga qaytmoqchi ham emasman, dedi Folbinning gapini oxirigacha eshitmasdan. Madina xola pulini ko'rsatib, "Bu senga avans", deb qo'liga tutib qo'ydi. "Endi nima qilishingni aytay. Yolg'iz emassan, yoningda men bo'laman. 3 kundan keyin kechqurun soat 12larda meni uyimga kelasan. Birga qabristonga boramiz. Sening ishing faqat qabrni qazib berasan va ko'mib qo'yasan.